Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi videomiz Turkiyaning yaqin tarixida sodir bo'lib o'tgan voqea va undagi shaxslar. Bilamiz, Turkiya Cumhuriyat davlati qurilgandan keyin bir muddat azon turk tilida aytilishlik zamoni sodir bo'lgan. Bir necha yillar davomida azon turkcha aytilgan. Uni o'zgartirishlikka turli xil mehnatlar berilgan. Keyin uni o'zgartgan bir prezident chiqqan. 1950-yillardagi saylovda g'olib qozonib chiqqan Adnan Menderes prezident bo'ladi. Ya'ni prezident emas, bosh vazir iqtidor sohibi bo'ladi-da. O'sha paytda kelib azonni o'z joyiga, ya'ni arab tiliga qaytarib, o'z o'rniga qo'ygan odam bo'lib tarixda qoladi. Va ayni zamonda mashhur internetlarda eshitgan qissamiz Sulton Abdulhamid xonning ayollari va qizlarini Fransiyadan qaytarib Turkiyaga olib kelgan inson hisoblanadi. Buni o'sha ishlarda amalga oshirilganligi uchun shu davrda boshqa sabablar bilan ham qog'ozda ayblab o'limga mahkum qilinadi. O'sha kishining o'zi Adnan Menderes hamda uning yonida 2 kishi bor edi. Uchovlari birgalikda mahkum qilinib, o'lim hukmiga, e'dom hukmi berilib, e'dom etiladi. Shundan keyin 1990-yilda Turkiyada qaytadan e'tiborlarni qaytarib, mana shu qabristonga olib kelib joylashtiriladi.